Z avlod yigitlari tobora o'zidan katta ayollarni tanlamoqda. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, Z avlod vakillari tobora o'zidan katta yoshdagi ayollar bilan munosabat qurishni afzal ko'rmoqda. Buning asosiy sababi sifatida ular tengdosh qizlarni ko'proq toksik, murakkab va talabchan deb hisoblayotgani aytilmoqda. Z avlod bu hozirgi zamonaviy digital muhitda katta bo'layotgan yoshlar. Mutaxassislar fikricha, bunday juftliklar ko'proq barqaror, kamroq janjalli, ortiqcha kutishlarsiz, sokinroq munosabatlarga ega bo'ladi. Shu sababli yoshlar orasida katta ayol, yosh yigit modeli tobora ommalashib bormoqda. Qiziq tomoni, bu faqat bir tomonlama emas. Ayrim katta yoshdagi ayollar ham yoshroq hamkorni tanlash orqali o'zini ishonchliroq, energiyaliroq, jozibaliroq his qilishini ta'kidlamoqda. Natijada bu trend ikki tomonlama qiziqish asosida tez tarqalmoqda. Ammo mutaxassislar yana bir jihatni ham eslatadi. Har qanday munosabatda yosh emas, balki o'zaro hurmat va tushunish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xo'sh, bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqiy trendmi yoki shunchaki vaqtinchalik qarashmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.